Assalomu alaykum bolalar, qandaysizlar? Tinchmisizlar? Vaziyat yaxshimi? Tayanch pulga qo'yyapti, 7-10 mingga qo'yamiz. Bugun bir video qilaylik-a, sizlar bilan. Ancha bo'lib ketdi o'ziyam. Video qilmay, o'zim ham bir 3 haftacha dam oldim kuponlardan ham, o'yinlardan ham. Ozgina puldan ham uzilish bo'lib qoldi. Azartni tiyolmasdan yutkazordik hammasini. Tekin tushdi mana. Gap yo'q. Ulargani ana nima berasan? 2x bilan o'ynayapti. Birinchi marta o'ynashim bilan bu o'yinni, lekin 2x sayti joyida qoldi. Hop. Ha, x bo'ldi, tushundim. Joyida qolar ekan. U yerda 2x bor. Hozir shuni o'ynab olaylik endi, keyin bir bafurcha gaplashamiz sizlar bilan. Gapli ko'p. Shomallayotibman, shomallasam ham gapiraman mayli. Hop. Bunda ham shu 15 ta spin berarkan, shu 15 tasidan bir 10 tasi pustoy chiqadi bari shu zepsga o'xshab. Hop. Yangi o'yiniga buni cho'ti o'ynab ko'rishmabdi hali. Sarik-pariklar. Bas yangi o'yin o'ynaydigan odatlari bor edi-ku ularni ham. Berasan mix. 6 da o'ynarkan bunda, 8 ta edi. 160 ming jap, boyib ketdi-ku. Ya 500 ming bor mana yo'q joyda. Endi hozir sotmasa bermasa ham kerak. Xullas bolalar Telegramda bir bola 80 ta obunachi qo'shib beraman, necha pul berasiz? 80 ta obunachi qo'shingni kart raqamingizni tashlab qo'yavering dedim. Yetarlicha pul beraman dedim. 3x tashladim. Yaxshi. Endi uni qarasanglar-chi. Adminga qo'shing deydi, xullas deydi. Men kontaktimda hammani qo'shaman deydi. Nimasi endi bu? Nima deysizlar o'zingizlar bunga? Mani kontaktimda ham bir 1000 tacha odam bor-da. Bunaqa narsaga o'zim ham qo'shaveraman-ku, misol uchun-da. Kontaktda bu o'yinga qiziqadigan bor, qiziqmaydigan bor. Kimdir bir tinch yashab yurgan bo'lsa, nima qilamiz uni biz aynitibdi, misol uchun-da. Bu to'g'risini aytish kerak. Bu narsaga mana shu olamga qiziqqan odam podpiska bo'ladi-da. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Adashib bitta video bilan qiziqtirib qo'yishim mumkin-da, misol uchun-da mana. Hozir 13 million pulni, misol uchun bir 20 million qilib chiqib ketsam, bitta odam qiziqadi baribir. Umuman hali bu narsaga aloqasi yo'q odam qiziqib qoladi, bo'ldi, shu bilan ketdi, u ham qarzi kiradi. Bu o'yinni o'ynagan u odam baribir foydada bo'lmaydi. Foyda qilgan odam, ostanovka qilgan odam foyda qiladi. Shu o'yindan o'zini tiygan odam foyda qiladi. Tak 1 million, 5 million ekan. Bazaviy stavka 10 million, 1 milliondan ola qiladi. To'g'rimi? Nima dedinglar? Yo'q dedim, qo'ying dedim. Soni bor, sifati yo'q odamlar kerak emas bizga.
Bizga shu o'zimizni bir qo'pol qilib aytganda mana shu o'yinga qiziqadigan bir quloqsiz bolalar kerak shu. Quloqsiz deganim hozir mana misol uchun erkak bo'lib aytaman, man bir xilla yoshab yurmaydimi, yigizmaydi-da. O'ynama, o'ynama deb aytishadi bir xilla video qilayotganda. Man misol uchun mani o'zimga o'xshagan bolalar bor deb o'ylaymanda, birov o'ynama desa shu narsani o'ynamay qolmaymanda. Bir mani bola o'ynama deyapti-ku, oxiri yaxshiligiga olib kelmaydi-ku. Shunaqa ekan-ku deb misol uchun o'yinni to'xtatib qo'yadigan odam emasmanda man. Misol uchun shu o'yinda yutqizgan pulimni shu o'yindan qutulmoqchi bo'laman baribir. Yaxshi bermayapti-yu, X onang. Ber X. Chaqmoq ochligimi? Gapi bundalosi shu bo'ldi. Birovni aynitib, boshqa qilib, unaqa niyat yo'q. Ko'ryapsanmi? Misol uchun shu o'yinga qiziqqaning uchun ko'rasan shu videoni. Kazino olamiga qiziqqaning uchun. Qiziqmagan odam umuman ko'rmasdan o'tkazib yuboradi baribir shu relsni hamda. Hech kim bu yerda mana shu narsaga qiziq, mana shuncha pul beraman, mana shuncha pul qilib olasan pulingni deyish yo'q. Unaqa narsa ham yo'q o'zi. O'ynadingmi, to'xtashni bilsang yutasan bu o'yinda. Bitta qoldi, bir o'kpam yo'q ekan. Shomalla yotibmiz mana. O'zingizda nima gap? Deb tashlagan kuponlaringiz o'tmayapti. Uni qilyapti, buni qilyapti deb uryapsizlar-ku. Man birinchidan bir kupon tashlayotganim yo'q. Chunki nima qilaman, o'yinlar yaxshi o'yinlar bo'lmayapti. Hammasi sotilgan o'yin. Birinchi o'rinda turgan komanda oxirdagi komandaga yutkazib qo'yyapti. Bilib turibman shunaqa bo'layotganini. Shuning uchun kupon tashlamayapman hozircha. Mana o'zi bugundan boshladim. O'tadigan kupon tashlab qo'ydim. O'zim ham tikkanman. Normalniy riskga 5 million, 2 million, 3 million risk qilganman. O'zim tikkaniga tashlayman, tikmasam nima qilaman sizlarni? Yolg'on gapirib. Hozir kupon tashlasam, misol uchun kupon bering deyapsizlar. Nima qilaman sizlarni pulinglarni ketkazib o'tmaydigan kupon tashlab. Boshlansin, mana yaxshi o'yinlar boshlanyapti. X bormi shu yerda? Beraqa endi. Yalla. Yaxshi. O'ynaver endi, normalniy o'ynaver. 5 ta qoldi. Nasha shu yerda. Hech qachon so'ramaganman, misol uchun Telegramga o'tinglar, podpiska bosib qo'yinglar, unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar deb. O'zi video qilavermayman, uncha qiziqmayman. Aslamni shu kuponga moslashgan bizlar ekanlar. Ko'z tegmasin. Har kuni kupon o'tkazgan kunlarimiz ham bo'ldi. Yolg'on bo'lsa mana aytsin obunachilar. Yaxshi.
Bu safar endi ko'ringlar, Telegramga o'tinglar. Qiziqsanglar mani kanalimga. YouTube kanalimiz bloklanish arafasida turibdi. Ko'mkiris deb reklama qilmayman men. Unaqa narsa qilmayman ham. Undan ko'ra kupon tashib beraman, o'zinglar ko'mkiris qilib olasizlar. Hop, oshiraylikchi, katta summada bir aylantirib ko'raylik 100 mingdan. Berib qolar bir tekinidan. Hop, mana shu joyga bir bormikan bunda ham 50 xlari. Voy, bitta yetmadi-ya. Qizil o'ynaydi-ya. Nimaga bunda bu eng qimmati endi? Mana shlemmi? Milliondan ko'ramiz-a? Ancha rasxod qilib berdi-yu, 5 ta tushdi-yu. Nima bo'larkan endi? 20 ta beribardimi? Hop. Yoqishni boshlayapsan уже. Yaxshi. Yaxshi. X berasanmi? Ber endi X. Shlem ham o'ynaydi. Chaqmoq ham tushsa kerak. Ber X. Voy, bля. Tasha bir 10 ponlaring bor. 2x. Jala. 10 tasini o'ynadi. 2x bilan turibmiz hali ham. Insofingga qo'tag'im. It. Harom. Pashon nahvoy endi sizga ham o'ynaganingni. Beraqa endi bo'pti. X'ing bormi? O'tingga tiqib ol. Aylantirmasdan bitta. Kerak emas 5 taling. Mana shu 4 talingni o'zida hech bo'lmasa bir ozgina o'kibdan oshir bo'ldi o'zi. Tasha endi.
Ber, bundan oldingi spinni bermaganingdan xabaring bormi? 3. Yanadaşa. Shilem tushishi kerak. Ya kut o'yin ekan bu. Qara. Voy, Zakon o'ynarkan u X bermas ekanda bunda. Qara 2. O'zimiz pulni qaytarib ber. Mana nima ekan? 40 ming qilib qo'yaylik. Nima ekan bu? Qirq 20 tashirkan buni. Uzi. Yaxshi. Shilem ber. Berchi besplatniy bog'im qani. Yaxshi. Qara hali 20 ni endi. Bir 40 ming qilaylikchi. Voy. 3 tali berayotgan. Chaqmoq. Shilem ulanadimi? Ulanadi. Ber X endi. Okay. 3. To'g'ri. Bermayin sen shunda. Gutingni yirtaman hozir. Bo'ldi, Faspar ekan to'g'ri. Yangi akkaunt ochgan edim. Mana shunga tepasi qilib o'zim. Hop, 5x bor ekan-ku. Hop. O'yna, bilib buni o'yna. Hammani chiqarib tashlading pulni. Voy jalabi.
X yo'q-a? Pulni yarmini berdi. Aylantirmasdan yana. Narisini bitta arzonroq summa pulimiz borida olib ko'rsak bo'larkan-a, nima ekanimiz. Hop, mana ber endi boyagi 5x'lidan ber. X ber. Yana bitta tasha endi X. Yana bitta. Yaxshi o'ynayapsan, yana tasha. Chashkala. Shlem ham o'ynaydi. Jallab shuncha o'ynadi, X bermadi. Yani shlem ber. Bu ko'takan oqizda pulni. Boshidan besplatni berib berarkandi bugun deb o'ylabman. Yetti. Yomonmas. 9. O'yna endi, faqat o'yna ber. O'ynama. Umuman o'ynama. Teskarisini aytsam o'ynarmikan? 3 ta skater hech narsa bermaydi bunda. Voy jala, mana buni qaranglar qilayotgan ishini. Opayni amigisi. Bittasi keyingisida turibdi-da.
tiyin jam bosdim. Короче, bo'pti bolalar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Harakat qildik mana. Mana bermaydigan kuni oqasizlar. Короче